Mana yonimda bossangiz mana. Copy link. Bo'ldi. Bu o'zi yozyapti-da. Yo men yozadigan qilib qo'ying. Yo'q, ketyapti o'zi. Ketdi? Ha. Davay, ikkisini ko'taradimi? Chiqaver keyin totib olarsan. Yozadi o'zi oxirida. Saqlanib qilib qo'yasiz lentaga ham bo'ladi. Efir o'chirib keyin ko'rsa bo'ladi, qaytadi-da. Efir o'chirib keyin qaytasa bo'ladi. Endi tugatib. Undan videoga alohida, efirga alohida qilib qo'yish kerak, Saddor aka. Ichkarida lisensiya qo'yish kerak. Saddor aka. Beror. Yaxshimi? Qani ko'ramiz-da endi. Yaxshimi? Meni kircha, kircha. Telefondan menga. Kiringchi. Ha, o'libsan kirdi-ya. Sen tiko. Ya aka. Bironimi yo'qmi? İlla bizga qaraychi. Çıkın. Aka telefon yaxshi emasda videoga. Aka qo'lim mana. Mayli, meniki ham bo'ldi. Kurtkangizga tegmasin. Mana endi sumchka chaqib o'tiramiz endi. Aka bironimi so'rang. O'zingizga qasam bor. Mana salapani bor. Va bironimi so'rangchi aka sizga berishadi. Nima? Tagingizni. Bu yerda 3 minutga boramiz. Muzab, setka petkani ber oshna. Setka petka mana bunday ko'tib. Shu kerakda hozir. Onu salafanmi? Onu sal berib ol, shu musorroq bo'lsa. Mana bu ham bor ekan. Abdurafa aka uni oqqa aka bo'shatib berib yuboring. Telefon kerak bariga. Xuddin akaniki berib yuboring. Aka bu keyin zapis qilarmikin? Ha? Zapis qiladi. Zapis qiladi, o'yindan keyin o'chirgandan keyin ko'rasan-da. Ha, shunaqa-yu. Endi qilsa bo'ldi hali o'yindan keyin. Ko'radi bo'ldi. Voy, yomon bedlik bor. Mana. Ha, o'lyapti aka. O'rnash olay. Bismillah. Nariga ham mashina qamillar. Ha, esa sharoiti bor edi. Hol, ko'rpacha kerak aka, Saddor aka usiz bo'lmay aka. Meningit bo'lib o'lib ketmaydi. Illa. Bilgan nimani simchga yetib olgan Abdurov boshidan. Korobka kelyapti. Bo'laveradi. Tashkilotchi. Orqalaringga tushding hatta. O'tda yaxshiroq telefon beringlar, var kerak bo'lsa. Ama her oyun kelime maçida varo beraveraman, o'ylik qilmaysan. Saddor aka uzun oli yo'q etsalar. Shunday ko'ta. Turar aka sen.
Don keladi. Ber. Chiq. Ya, siz metur. Ilhom, gapto'g'risan? Yurgin faqat, yurgin turmagin joyingda. Mashta. Voy, biling. Kim telefoni mana? O'nlash olaylik a. Javob 2005. Emas 2005. Voy bilan. Aka mombo yo'q, o'ynamas o'ynayman. Bitta o'yin bola yaxshi. Sariq beraman men agar Bu tarafda 85-chi, bu tarafda 2005-yil. Kim? Nimarak tayyormisiz? Uchrashuv start olmoqda. Qaysi biridan? Shu gutini olib turinglar. To'xtab turing. Orqani olib tur. Hakam kim edi? Refereyimiz qanilar? Men ondan cho'g'ol o'chirib. Vaqt ketdi. Hakam. Ismingiz nima edi aka? Refere Muhammad aka. Saqlashing kerakmi? Sharhlash mumkin emas ekanda, bo'lmasa yomon sharhlab berardim. Azimda avtogol. Avtogol, azimga avtogol yozinglar. Hisob ochildi 1-0, 85-chi. Ishlar qolyapti. 85-chi. Azim bilan yur. Maza ko'rmakan. Ma telefonlari zo'r bo'lgan. Biroz tezlik yetishmadi. Out. Просто chiqib ketdi. O'yinchal mana o'yinchi. Tanaffuslarda birinchi o'yin tugadi. Birilar. Uchrashuvda hisob tenglashdi. Referi sharhlab turish shart emas dedilar, lekin imkon qadar sharhlab turishga harakat qilamiz. 1985-yillarga qarshi 2005-yillar. 1-1. Yaxshi imkoniyat. No.
Muhiddin aka, ay. Hisob 2-1. 85-yillar oldinda. Gol muallifi Muhiddin aka. Tezroq orqaga qaytamiz, tezroq. Futbolga Zotdor aka. Qoida buzildi. Yaxshi zarba. Rahmat Terminov. Zamira sudya. Qoida buzildi. Shtraf bu. Orqadan korpus berdilar deb topildi. Yillar olayotgan. Yaxshi vaziyat bo'ldi. Burchak to'pi. Uchrashuv tempo oshmoqda. Yana burchak to'p. 2-1 bo'lgandan keyin ustunlik 2005-yillar tomoniga o'tmoqda. Hisobda emas. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ay. Burchak to'pi. Yana burchak to'p. 2-1 2005-yilda yutqizyapti. 85 yilda yutyapti. Yaxshi Ilhomjon aka, gapingizni yetkazib qo'yaman. Alo. Voy aka, assalomu alaykum. Qo'novatda hisob 3-1 85-yillar oldinda. Nima deysiz aka? Boshlandi o'ynashyapti. Bitta avtogol bo'ldi. Qaydasiz? Kelon aka, sentrda videoga olib o'tiribman. Migren bo'ldi. Ha? Xo'p, kelon. Hisob 3-1 85-yillar oldinda. Yaxshi zarba. To'pni darvozabon qaytardi.
Yaxshi zarba, biroz aniqlik yetishmadi. Out. Qo'lingni yashirib o'yna. O'ta so'z. Out. Bir-birini tushunmay qoldi 2005-yil. Ha. Video jolyapman. Video jolyapman. Qotilma. Videodan bo'ladi. Qanaqa ovoz yo'q aka? Refi anaqa sharhlovchining ovozi kelmayaptimi yo uchrashuvdagi futbolchilarning ovozi eshitilmayaptimi? Onunla yotma. Darvozabondan yaxshi seyf amalga oshirildi. Keloringlar Murod aka, yaxshi o'yin bo'lyapti. Darvozabon bilan birga bir holat. Darvozabondan yaxshi harakat. Zarbaga esa biroz aniqlik yetishmadi. Aka men avvalo 2006-yilman. Keyin bu Xonobod maktabida o'qimaganim uchun qo'shishmadi. Yaxshi imkoniyat. Biroz aniqlik yetishmadi. Oy, isrof. Qo'pol harakat. Hech qanday qoida buzilishi qayd etilmadi. Sekin deb qo'yishyapti-yu mayli. Out. Jarima to'pi. Top jonli devorga.
Uch bir hisob. 85-yillar oldinda. Zarba noaniq. Давай, играем. Birinchi taym tugadi. 3-1 85-yillar oldinda. Mana qo'yilgan telefon kimniki? Qayga? Ha? Qayga? Mana shu telefonni videoga olyapman, bilmayman. Bilmayman. Joyi bormi senikini? 15 minutga Joyi bor u. o'chirib tashlayverasan. Ana shunga olaylik, sal chiroyliroq chiqadi. Mana olibchi. Jaqqidan betchillar. Ha. Menam bildi. Qo'yib qo'yadiganmi? Qo'l qop kiyib olimda boshqarib tutsa ham bo'laradi. Qo'l og'rimas ha? Yormanmi? Manaqa perverlarda super bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha? Perver olmayapman dedi. Ha, birinchi taymon telefon kimga kimdir qo'yib ketmashinga oldim. Hol Eldorga olaman. Kimishga suv bo'lsalar kelib olib beraveraman. Kimlar bor? Hozir maydonda 85 lar bilan 2005 lar. 2005 lar tarkibida Azimjon aka, Muzaffar aka bor. iPhone bo'lsa aka uzoqlarni yaxshi olmayapti. Abdulaziz aka bor. Aka uzoqdagi kadrlar. Bo'ldi aka, mana rasm bo'ldi deyishyapti. Rasmni ham olib qo'ying. Aka shunchaki ham o'raysiz-a? Internetni o'chirib qo'yapman. Ha, o'chirib qo'ying. Sizlar yozib qolmasin. Yo'q, aka qizlar yozmaydi. Qizlar yozmaydi. Sizlar yo'q? To'pni beringlar. Shunmi qarang, tele. Endi qaramay qo'yray aka. O'zimdan Shu ikkinchi taym boshlandi. Birinchi taymdan so'ng 3-1 hisobda 85-yillar oldinda. O'yin shiddati oshib bormoqda. Zarbaga esa biroz aniqlik yetishmadi. Zarbaga esa biroz noaniq. Ikkinchi taymni 2005-yilda hujumkor tarzda boshladi. Out. Out. Aynen turib qo'y. Maydan ko'chakka. Yo'q,
Aha, joyimni topdim, Fozil aka. Endi keyingi safar qo'shtirib beraman. Men bilmadim, kelib ko'rdim. Narigi tomonda ham refereyimiz bor ekan, ikkinchi referi. Mendan bunday chiqaring. Yo'q-da, o'zim kelganman bugun. Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Out. Ma'lumot uchun 3-1 hisobida 85-yilda yutyapti. 2005-yildan. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Oy! Gol. 3-2. 85 yil oldinda gol muallifi Muzaffar aka 2005-yilda. Давай. Muqa, boshla. Oradagi farq qisqardi. Kim? Shtraf. Yaxshi. Top darvoza to'siniga tegmoqda. Oy, ehtiyot bo'lish kerak. Orqaroq qo'y. Top maydon tashqarisidan chiqib ketdi. Uchrashuv ikkinchi taym boshlanganiga 5 daqiqa bo'ldi, lekin 85-yil akalardan hali tayinli hujum ko'rganimiz yo'q. yil akalar to'pni nazorat qilishmoqda, lekin xavfli vaziyatlar darvoza tomon yo'llangan zarbalar bo'yicha 2005-yillar oldinda. Ikkinchi taym bo'yicha. Oy! Top darvoza to'siniga tegdi. Yana bir xavfli zarba, lekin noaniq. Umumiy hisob hozircha 3-2, 85-yillar oldinda. Uchrashuvda kichik to'qnashuvlar, janjallar yuzaga kelmoqda, lekin bu futbolning ajralmas qismi. Top darvoza to'siniga tegib qaytib chiqdi. Eldor zakas kelgan. Qaydan? Ko'rpacha. Hozir zakani biratda vaziyat to'xtatsin ham mana shu gol olsin endi. Men videoga ham olyapman-da aka. Bittani ilon. Bu meni video Yaxshi pas bo'lganda aniqlik yetishmadi. Oy. Qoida buzilgandi, lekin to'p 85larda qolgani uchun to'xtatishmadi.
İyi. Ulan çıkar. Alimardon'a keldingizmi? Qo'yib olsam undan ham maza bo'ladi aka. Tashlama, voy. Va shu keskin tarzda davom etmoqda. Zarbaga darvozabon qaytardi to'pni. Polyodan chiqinglar, polyodan, voy. Aka, assalomu alaykum. So'msiz? Tashlamanglar, voy. Vaqt o'tgani sari stadionda odamlar soni ko'paymoqda. Uchrashuv ham o'zining qizg'in pallasiga kirib kelmoqda. Yaxshi imkoniyat. Darvozabon qaytardi. So'nggi 5 daqiqalikda 85-yillar tashabbusni qo'lga olishdi. Imkoniyat. Gol. Turu 2. 85-yillar yo'lurdi. Gol muallifi Muhiddin aka. To'kib qanisam. Efirga yangi kirgan akalar uchun 85 hamda 2005-yillar o'rtasida bo'lyapti o'yin. Turu 2 85-yillar oldinda. Nima gap ketdingizmi? Ikkinchi taym davom etmoqda. Hozir esa jarima zarbasi 2005-yilda amalga oshirildi. Burchak to'pi. Zarba rikoshet holatida maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Somon yo'li galaktikasiga qarab yo'l oldi. To'p bilan 85-yillar kelar. Yaxshi pas. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Out. Yaxshi zarba bo'ldi. Imkoniyat hali ham davom etmoqda. Qoida buzilishi qayd etilmadi. Var ko'raman sizlarning. Var bor aka mabodo. Mana shu videoni oxirroq. Vaqt to'xtatdi. Var ko'rilyapti. Var tizimiga murojaat qilindi. Hozir ko'rsinlarchi referi. Borida menimcha. Ko'rsinlarchi. Penalti. Var tizimidan so'ng qoida buzilishi qayd etildi va darvoza tomon penalti belgilandi. Var tizimidan so'ng penalti belgilandi. Efir Turu 2 85-yillar oldinda 2005-yillar a'zosi Azimjon aka hozir penalti tepadilar.
kichik. Zo'msanka. Oy. Kichik janjallar yuzaga kelmoqda. Mana shu yaxshi ekan. Zarba uchun tayyorgarlik ko'rishmoqda. Referining hushtagidan so'ng Yo. To'ri 3 gol muallifi 2005-yillar a'zosi Azimjon aka. Sig'maydi aka. Aka sig'maydi. Uchrashuv yana kichik. Ikkinchi referiyimiz o'yinga qaramasdan telefon bilan ovora bo'lib qolgani uchun kichik janjal yuzaga keldi. Hisob to'ri 3 85-yillar oldinda 2005-yillarni yutishyapti. To'ri 3 hisobida. Qoida buzilishi qayd etildi. Ruka. Ha? Shu davom etmoqda. Qayd etilishi qoida buzilishi qayd etilmadi. Ikkinchi taym davom etmoqda. Hisob to'ri 3 85-yillar oldinda. Oy, biroz aniqlik yetishmadi. Oy. Uchrashuv teng kurashda davom etyapti. Lekin jamoalar har bitta kichik to'qnashuv uchun janjal yuzaga keltirishmoqda. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Oy, sekin. Shtraf. Qoida buzilishi qayd etildi. To'p qarshisida yana Azimjon aka. Hisob to'ri 3. Zarba. Voy, qanday chiroyli gol guvohi bo'ldik. Hisob to'ri 4 tenglashdi. Himoyadagi tushunmovchilik oqibatida 85-yillarga 4-golni o'tkazib yuborishdi. Mana chiqib ketishyapti. To'ri 4. Oy. Juda ham keskin tarzda davom etmoqda uchrashuv. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin qo'ldan boy berishdi. Davom etmoqda o'yin. Abbos aka YouTube'ga qo'yilishi, qo'yilmasligi haqida meni xabarim yo'q aka.
Bunda tashkilotchilar biladi. Hisob tur. 28-0 Eldor. Birga bir vaziyat! Qanday chiroyli gol. Muzaffar aka bugungi o'yindan eng yaxshi o'yinchisi bo'lishi mumkin. 8-0. Mayli, yoningizga qo'ying. Hisob 5-o'tar. Chiroyli comeback evaziga 2005-yil futbolchilari 85-yil akalarni hozircha ortda qoldirmoqda. Uchrashuv tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda 2005-yil akalar oy oldinda bormoqda. Bu yerda esa qoida qo'pol tarzda buzildi. Bo'ldi aka, mana shu yon atrofga kelganlarda gapingizni yetkazib qo'yaman. Bo'ldimi o'zi? Juda ham noaniq zarba. Ikkinchi taym davom etmoqda. 5-4 hisobida 2005-yil akalar oldinga chiqib olishdi. 4-2 hisobidan comeback bo'ldi. Ikkinchi taymda keskin ravishda o'yinni o'zgartirishdi 2005-yil akalar. Out. Bu tarafga shunday. Top qani top. Maydonda top qidirilmoqda. Bu tarafga o'tib ketgan shekilli. Bag'da kirvar top bag'da kelib. Top maydondan chiqib ketgan uchun vaqt menimcha to'xtatib qo'yildi. Xushina. Men olayotgan telefon jonli efir uchun, yonimdagi telefon var uchun. iPhone 10 Pro. Bu telefonda qanaqadir vaziyat bo'lsa, shuni var orqali ko'riladi. Out. Fozil aka. Telefon kelyapti. 0820. Uchrashuv tempi biroz tushdi. Hisob 5-4 2005-yil oldinda. 85-yil akalar tarkibida darvozabon alishdi. Ko'rib turibman. Qandaydir uchrashuvda to'xtalish bo'ladigan bo'lsa, referi to'xtatadi albatta, lekin o'yinchilar referiga quloq solmagan holda baqir-chaqir qilishmoqda. Menda o'zimda. Jonli efirdagi akalar sharhlashimni aytishgan uchun sharhlab turibman. Zarbaga biroz aniqlik yetishmadi. Muzaffar aka tepkani bildi. Uchrashuv tugashiga 1 daqiqa qoldi. Buni referi bizga tasdiqladi. Birga bir vaziyat yuzaga kelishi mumkin edi, lekin pas juda ham kuchli bo'lib ketdi. Stadionda esa futbolchilar vaqt o'tgan sayi ko'paymoqda.
Deyarli stadionning har bir burchagida hech bo'lmaganda bittadan shaxs bor. Uchrashuv yakunlandi. 5-4 hisobida 2005-yil jamoasi g'olib bo'ldi. Aka o'zingiz aybingiz bilan oldi. 85-yil akalagan uy uchun rahmat. Aka, meni o'zingiz qilib oling. Yaxshi qilasiz. Qanaqa sarhat qilardim Instagram? Nima sarhat qilasiz? Olingan o'yindimi? Ha. Sarhat qilmaydi Instagramda. Voy, sarhat qilsa bo'ladimi? Diyor, Instagramda yo'q. Mana qilsa bo'ladi. Chiqib ketib turganda sarhat. To'tay. Menda yo'q-da. Yo'q-ku baket. Biz. Siz bosganingizdan keyin chiqadi. Nima aytdilar-chi?